aka mazam. Voy o'rgilay, nega yig'laysiz? Voy kattagina hovlimni bergan bo'lsam, mehribon onamni bergan bo'lsam, baquvvat dadamni bergan bo'lsam, voy Arslondek ukamni bergan bo'lsam, nega yig'laysiz siz? Qaydan topgansiz bunday mukammal oilani? Shunday peshanasi yarqiragan qiz ekansiz. Qaysi duolaringizda so'ragandingiz o'rgilay? Siz ham bitta, men ham bitta, Xudo bizni bittalab bergan o'rgilay. Endi opa-singil bo'lib yuramiz. Yig'lamang siz jonim o'zimmi kelinim. Voy kelin. O'shalar otda uyatdan o'ldirdingiz-ku? Shunaqa ham chalashib turasizmi? Oyi, keliniz meni ham sho'rtigim bo'lmabdi. Ey kelin, abitga manti kechqurunga mayda-mayda qilib chuchvarating, bo'ptimi? Buncha bu kelinni qiynading. O'zing ham yordam bersang bo'lmaydimi? Birovni bolasi axir u. Nima biz qarashar ekanmiz? Kelin olganmiz-ku, qilsin-da. Siz jim o'tiring. Hop, hop. Kelin sana yomon narsani berdim deydi. Sizga kun bermayapti-ku.